Bavariya Parijga qarshi futbol o'ynaydi. Bavariya boshlab beradi. Kanalga obuna berib, like bosib qo'yishni unutmang. Yana video qanday chiqqani haqida o'zingizni izohlarda qoldiring. To'p Berida Goreska. To'p yana endi Goreska. Kimmish. To'p Kimmishda What? O'yin boshidan beri aytaman, o'shani qilmanglar deyman. Gol! Kayine gol urdi. Qanday urganini ko'raylikchi. Qani? Böyle shunaqa urilgan ekan do'stlar, qarang, zo'r urilibdiligini. Buni qanday tushunmoq kerak? Vaziri a'zam Oymanguri. Osh tuzingizni qadrini bilgan qushingiz qoshingizda qoldi. Shaqansho. To'xta, har hozir. Yo'q, sonish qilish noma'lum. Deyman. Kayine yana qarshi hujumga o'tdi bu safar. Jo'rasini berishni chiqarıyordi. Qanday chiqaribdi? Yasama bulbulga saroyning bosh qo'shiqchisi unvoni berildi. Qizaloq bu haqda sharqona hikmatlarga boy 25 jild kitob yozdilar. Oradan bir yil o'tdi. Gol, Gnabry gol urdi, qarang. Jiddiy bo'lgan raqiblar. Ana Olga. Unda soat-soatni chaqirib. Xo'sh. Sayraydimi? Qushingiz sayraydi. Vali unga ehtiyotkorlik bilan muomala qilmoq kerak. Muruvvatlarining tishlari yedirilib ketdi. Voy, yangilarini yasashning imkoni yo'q. Voy, tarix ko'rdi, tarix qaranglar do'stlar. Zo'r-ku, qarang. Dahshat gol urdi. Bavariya zo'r o'ynayapti, lekin Parijni qo'qibdi. Parij ham zo'r o'ynasdi. Qasi solibdi-da Bavariya. Kunlardan bir kun podshoh betob bo'lib qoldi. Shohning ahvoli og'ir. Darvozabon qani? Nima bo'ldi? Qani, ko'raylikchi. Darvozabonni saqlab qolib qani. Qani, Olga ajoyib uslub. Qani, Olga. Voh, xo'sh. Hey, men tarixman. Men unday qilganim yo'q. Endi qara o'zing kameradan qara. Sen o'zing yiqitding, qara. Meni kim bildi? Tapchayga. Ya? Kim edi bu? Kim? Qani? Neuer saqlab qoldi jamoani.
do'stlar, birinchi demak do'stlar. Do'stlar qarang, bir ko'raylik shtrafni qani. Haqiqatan ham shtrafmi? Qanaqalga olinganini do'stlar. Juda g'alati. Qani o'yin boshlab bo'lgan narsa do'stlar takrorlanmoqda. Xo'sh, birinchi taym tugadi demak. Xo'sh, demak qaranglar, Bavariya 3. Parij esa hali 0. Xo'sh, biz bularni biz qolgan narsalarni esa ikkinchi taymda hal qilganimiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki rostdan ikkinchi taymga hal qilish kerak. Mana boshladik. Ikkinchi taymni boshladik. Demak. Qani Parij boshlab beradi. Parij. Sen esa o'z qo'shig'ing bilan meni ajal changalidan qutqarib qolding. Nima tilading? Men birinchi bor sizning huzuringizda kuylaganimda ko'zlaringizda Qanaydi Marbeyt. menga undan mukofot yo'q. Qani o'rg'a vup. Ajoyib ish. Qani Oliza. Iltimos, men bilan qol. Istagan paytingda O'rg'a do'stlar. bu yasada ruhingni chil to'ldiraman. Hojati yo'q. U sizga qo'lidan kelgancha xizmat qildi. Qani o'rg'a Men saroyda yashay olmayman. Ahyon qoshingizga kelib Qani o'rg'a do'stlar, o'rg'a. sizni dunyoda va atrofingizda bo'layotgan yangiliklardan xabardor Bavariya ham do'stlar qarang, Bavariya Oliza qildi, Aliza. Qani Dingiz borligini hech kimga aytmayman deb bu ketishda nima bo'ladi? Qani bitta olar, yotay, kim bilaman, To'p yana o'tdi. Ata. Gol, shunday uzoqdan gol urdi Oliza. Qarang, anaqani. Haqiqiy yo'l. Jamshid, mana buni super gol desa bo'ladi, qara. 50 metrdan gol urdi, qara. Haqiqiy rekord 50 metr, 50. Haqiqiy rekord do'stlar. 50 metrdan gol urdi. Dalza 200 yoki 206 metr bo'lishi mumkin. 200 metrdan gol ursa u rekord bo'ladi. Rekordga kiritiladi. Yoki 206 metr. Futbolga 120 ga 90 metrlik maydonlar bor-ku. Olg'a. Qani gol urishlar. Pas ber. Ammaga borasan? Goreska. Qani? Onajon, siz yog'izga haqiqiy rekord o'rnatdik. Ammaga. Qani olg'a do'stlar, 20% qolibdi kompyuterni. Qani yana 50 metrdan gol uramiz. Dahshat, haqiqiy shok holati. Yana bitta bizani shok holatiga tushirish kerak-ku. Do'stlar. Ikkinchi taym tugadi. Ular yutdi do'stlar, Bavariya yutdi. Xo'sh do'stlar, haqiqiy jang bo'ldi.
Hı hı.